Assalomu alaykum barchaga. Biz Namangandamiz. Bu joyga nima qilib berganmiz? Naves qilib berganmiz. Eng so'nggi fasondagi lazerli guldagi naveslar qilib berganmiz. Xudo xolasa neobычный chiroyli chiqqan. Bu joyga o'zi nima uchun naves qilib berganmiz? Bu joy o'zi ko'rib turibsizlar, remontlari o'tgan moshina bo'lgan ekan. Yomg'ir, qor, shamol, quyosh tushayotgan vaqtida uylariga quyoshlar tushar ekan. Qorong'i bo'lib ketmaslik uchun Lexandan qilib berganmiz, yorug'lik o'tkazadi. Xudo xolasa issig'ida 70-80% qaytaradi. Xudo xolasa. Bu joyimiz 135 kvadrat bo'lgan. 1 kvadrati 500 mingdan chiqqan. 1 kvadratning ichiga nimalar kiradi? Polnisi materiallari, lazerli gullari, kraskalari, olib kelib uстановка qilishlarimiz, chuqurini ko'lab, betonlarni quyib berishlarimiz hammasi 1 kvadrat 500 mingdan chiqadi. Leksanlarigacha, kraskalarigacha olib kelib uстановка qilishlarimiz hammasi 500 mingdan chiqadi. Xudo xolasa neobычный zo'r bo'lib chiqadi. Xo'p. O'zi odatda biz naves oladigan bo'lsak, zakaz oladigan bo'lsak, 15 kundan 20 kungacha uстановка qilib berishga muddatga kelishamiz. O'sha vaqtda ichida biz o'zimiz ishxonamizda yasab, polniy o'zimiz ishxonamizda kraskalarni qilib, sizni joyingizga kelib, 3 kun ichida 135 kvadratli joyingizni 3 kun ichida uстановкасini qilib, sizni rozi qilib chiqib ketamiz. Uyingizda 10 kunlab, 15 kunlab ishlamaymiz. To'kingizni, obetingizni, vaqtingizni rasxod qilmaysiz bizga. Bizga zakasni berasiz. O'zimiz ishxonada tayyorlab 3 kungina shuni olib kelib uстановка qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol zakas qilsangiz bo'ladi. Aytgancha, vodiy bo'ylab 1 kvadrat 500 mingdan chiqadi. Vodiydan tashqariga отдельно chiqadi. Shunda ham 50 kvadratdan oshiq bo'lgan joylarga xudo xolasa 500 mingdan chiqadi. 50 kvadratdan past bo'lgan holat bo'lgan bo'lsa, narxi ozgincha qo'shilib qolishi mumkin, chunki kvadratda oz nimaga bizni rasxodlarimiz to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun narxi ozgincha qo'shiladi. Shuning uchun 50 kvadratdan oshiq bo'lgan joylaringiz bo'lsa, bemalol 500 mingdan qilib beradi bizga deb telefon qilsalaringiz, bog'lansaringiz bo'ladi. Mana shu nomerlarga telefon qilsalaringiz to'liq ma'lumot beramiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Sizlarga ham chiroyli qilib yasab beramiz. Bu qilib bergan ishlarimizga 15 yildan 20 yilgacha temirlariga dizayni eskirmasligiga garantiya beramiz. Xudo xolasa Lexaniga zavod o'zi 15 yil garantiya beradi. Xudo xolasa bu o'ylamang, arzon ekan, pachoq Lexandan qo'yadi. 15 yilga garantiyali Lexan qo'yib beramiz. Rossiyskiy original kilosi 36 kilosidan qo'yib beramiz. 2 yilda sachilib ketadigan Lexan emas. Xudo xolasa bemalol qo'rqmasdan telefon qilsalaringiz bo'ladi. Sizga qilgan ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. O'zingiz fikringizni, izohlarni bemalol qoldirishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga telefon qilib to'liq ma'lumot olsangiz ham bo'ladi.